Izohlarda juda ham ko'pchilik insonlarimiz uyni boshidan obzor qilishingizdan oldin iloji bo'lsa narxlarni aytib keting. Bu narxini oxirida aytmasdan deyishgandi. Mana shu eshigimiz orqasida 3 xonali kvartiramiz turibdi. Narxini boshida aytaman, mayli. Uy egalari $23.300 narx so'rashyapti. Qani bo'lmasa ko'ramiz. 3 xonali kvartira mana shu narxga arziydimi yoki arzonmi? Bismillah. Mana eshigimizni ochganimizda ko'rib turishingiz mumkin, kattagina holatda bizda bitta prixoshkamiz, koridor qismlarimiz kutib oladi. Uyimiz ta'mirlanmagan, hech qanaqa ta'mirlari qilinmagan, faqat shpaklovka tortilgan bo'ldi. Qani mana kirib kelganimizda ko'rishingiz mumkin, to'g'rimizda zalimiz, bu tomonimizda esa ikkita yotoqxonamiz. Odatimizga ko'ra o'sha aytganimdek, o'ng tomonimizdan boshlaymiz. O'ng tomonda mana ko'rib turibsiz, birinchi yuvinish xonamiz keladi. Yuvinish xonamizda bu joyimizda uyda yashagan ustalar o'zlari yuvinishgan, yuvinsa bo'ladigan suv, gaz, svetdan muammolari yo'q bo'lgan joyda bemalol ta'mirlab olib turib yashasangiz bo'ladi va bundan o'tganimizda bolalarimiz uchun yotoqxona. Ajoyib holatda bolalarga mana ko'rib turibsiz, tashqarini ko'rib, mazza qilib, bunaqa holatda o'tiradigan joyi. Bolalar yotoqxonasi ham ikkita bola uchun, bolakaylarimiz uchun juda ham ajoyib holatda, yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ta'mirlari bolalarni o'zi uchun chiroyli qilib turib, aboylar tortib olsangiz bo'ladigan holatda. Va endi kattalar yotoqxonasi. Mana ko'rib turibsiz, kattalar yotoqxonamiz ham akfa oynalar bilan qo'yilgan. Bundan tashqari devorlarimiz oppoq qilib turib, shpaklovkalar tortib qo'yilgan. Kelasiz o'zingiz didingizga mos ko'zlab qo'ygan o'sha aboyingizdan olasizda, bitta tortib olasiz bo'ldi. Mazza qilib yashaysiz. Endi katta eshigimizda mana kirib kelganimizdagi to'g'ridagi zalimiz, ya'ni mehmonxonamizga o'tamiz. Mehmonxonamizni ko'rib turibsiz, yaxshi holatda, bu yoqqa ham xuddi shunaqa shpaklovkalar tortilgan. O'rtadagi oynamizni ko'rib turibsiz. O'rtadagi oynamiz taxtali, chunki uyning ichiga akfa oyna kerak emas. Taxtali oyna qo'yib qo'yishgan. Xohlasangiz aboy qo'yib oling, xohlasangiz emulsiya bitta tortadigan bo'lsangiz ham tayyor holatda. Pastlarimizga mana ko'rib turibsiz, steshkalar qilib qo'yilgan. Pastda ham ozroq polda ishlari bor. Va kirganimizdan keyin chap tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yog'imizda o'sha mazza qilib o'tiradigan joyingiz bor. Ko'rib turibsiz, hojatxonamiz joylashgan. Hojatxonamiz ham boshqalariga nisbatan, ya'ni 2 xonali, 1 xonali kvartiralarimizda ham alohida bo'lganlari bor. O'shalarga nisbatan anchagina kattaroq ekan kvadraturasi. Xo'p, bundan o'tganimizda oshxona qismimiz, mana gaz plitasi, oshxona garniturasi bonus sifatida berilyapti. Gaz, suv, svetdan muammolari yo'q bo'lgan holatda va bundan o'tadigan bo'lsak, 2 ga 6 holatda kattagina mana balkonimiz bor. Ko'rib turibsiz, balkonimiz ham yaxshigina kattalikda. Oynalarimizga keladigan bo'lsak, akfa oynalar. Pastda mana ko'rib turibsiz, qo'shnilarni kuzatib, tinch holatda mazza qilib o'tiradigan joy. Xo'p, endi manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Angren shahar, Toshkent viloyati Angren shahar 3 dahasida 2-domning 5-qavatida joylashgan. Shundoqqina nima deydi, kvartirani oldidamiz. Oldimizda mana shu joyda Shabboda choyxonasi bor. Akan magazinning shundoqqina oldidagi kvartira. Narxini boshida aytib o'tganimdek $23.300 narx so'rashyapti. Kelasiz sunnatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joyi bor. O'zingiz ham bilib tursiz, unaqa katta summa o'tib berilmaydi, ozroq o'tib beriladi sunnatiga. Chunki 3 xonali kvartirani hozir bu narxga topishni o'zi qiyin. Ta'miri yo'q bo'lgan, ancha rasvo bo'lgan kvartiralar narxi ham kamida 28 ming, 30 ming atrofida so'ralyapti. Bu joyimiz esa mana ko'rib turibsiz, $23.300 ga berib yuboramiz deyishyapti uy egalari. Aytganimdek, opsiyada telefon raqamlari bor, bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qilib yuborsalaringiz bo'ladi.